Biz ikkita chekdi yonma-yon topishni o'zi bir amri mahol bo'lib turgan payt o'zida. Do'stlar, bunaqa uyimizni bunaqa narxlarda chiqarishimiz vobshe g'alati. Assalomu alaykum o'zim do'stlarim, hurmatli mekendoshlar. Mana bugun uy olam deb yaxshi niyatda yurgan do'stlarim aynan mendan juda ham xursand bo'ladigan bo'ldinglar. Biz uchurda Qirg'iziston Qorasu shahrimizda aynan Telmon 2 ni Bolg'oni 2-ko'chasi, yo'lda bo'yindagi Telmon Rossiya zapravkadan kirganda 200 metr o'ng yoqqa Bolg'oni 2-ko'chamizga kirib bir 5-6 ta xonadon yurganimizda aynan ikkita chekdi o'rnida ikkita qizil kitoblar bilan 4 sotik, jana 4 sotikni ustiga o'shunday ona katta pomishenasini, ya'ni 6 ta xonasini polni aylanasiga pishig'ishlar bilan solib, ko'tarib, tomini yopib, hattoki mansar stilida qurilgan ushbu uyimizni do'stlar, sirasi aytaman, $120,000 buyursamda yaxshi baholarda dag'i sizlar uchun ozgina kamlari bor deb chiqardi. Ko'nglim sezib turibdi, bu uyimiz ham tezlik bilan sotilib ketishi mumkin. Telefon nomerlariga shashilib qoladi ekansizlar. Esim nomerlari 0773 18 17 17 0773 18 17 17. Do'stlar, shu nomerlarga yana qaylasizlar, sizlar bilan cho'g'i uyimizni proyektlarni bir sizlar tanishib o'taylik. Kirganimizda открытый holatda kattagina bir qo'limizdan o'ng yoqqa bossangizlar, razmerlar gening tashqarilgan bir mehmonxonamizga ko'zimiz tushadi. Buni ham esim aytim bo'yicha o'rtasidan bo'lganimizda ikkita komnataga xolasangizlar aylantirib solasizlar. Bu yerda pishiq bo'lgan pishig'ishlari bilan polni qumshoqlar, hattoki elektr montajlargacha tayyor qilib qo'ygan ushbu uyimizni ko'rib qo'yinglar. Bu joqda dag'i bir razmerlar gening bo'lgan bir ikkinchi qo'noqtor kuzatuvchi zalimiz desak ham bo'ladi. Dag'i o'zingizlar bir sira kelib, mana proyektlarni turlab olsangizlar bo'ladi. O'ng joqdagi birinchi spalni xonamiz, bu joqda bo'lsa ikkinchi spalni xonamiz, detskiy jana cho'ngdorg'a deselektorlar bo'ladi. Sol joqdagi bir kuxnyani o'rda deb o'ylayapman. Ko'cha qolgan ikkita aynaklar bilan plastiklari ham solingan. Iboramda kattagina bir открыт holatda yoriqqina bu oshxonamiz bo'lsa, bu joqda shunaqa bir semenli holatda fasonlari ham Tashkent stilida, neobычныйda zamonbop qurilgan ushbu uyimizni ko'rib qo'yinglar. Ostida mana podval qismlari ham joylashgan ekan va uyimizni orqasidan ham, yonboshidan ham o'zimiz agrajenidan yana 1 metr ichkariga qochirib, yana zanalarimizni solib qo'ygan ekan. Yonboshimizda chorni xotlarimiz va podvalga tushib ketish xotlarimiz bor ekan. Do'stlar, bu endi 8 sotiklikni ham hisobga olib qo'yinglar. Ushbu lokatsiyamizni ham hisobga olib qo'yinglar. Menimcha o'zini qaraganda yaxshi balolarda chiqdi. Aytilish bo'lsa $120,000 dag'i sizlar uchun kamlari bor deb chiqardik va egasi takror va takror shu elderga aytib qo'yibman. Xudo xolasa dokumentlar hamma yoq zo'r, olsa sirasi nomiga o'tkazib beradigan tayyor holatda deyapti do'stlar. Bilasizlar, biz to'lqa o'rtada jetkar beruvchi odammiz. Dag'i besira kelib, o'zingizlar esini qo'lini qarmab, dokumentlarni tekshirib, yaxshi bo'lsa mana 120 mingdan yana ozgina kamlarini so'rab olsanglar bo'ladi. Telefon nomerlarini aytdim. Bu 8 sotiklik hisobidan dag'i misol bu akam uyi bo'lsa, o'na joqqa bismillah deb uylarni ham ikki joqqimda qaratib qo'yib solsa bo'laveradigan, ammo yaxshi kelgan do'stlar, olaman deganlar tezlik bilan ulgurib qolinglar, yetishib qolinglar. Nol sizlarga aytib o'tgan ko'chamiz bo'lsa, ko'chaning boshina chiqqanimizda mana bu lokatsiyani hadovoyligini bitta ko'rib qo'yinglarchi. Qorasuvda aynan Ismoiliyatda jag'imlashlar o'sha yoqqa bosganimizda yo'lda bo'yindagi Telmon Rossiya zapravkani ko'rtasizlar, o'sha yoqqa naprotiv joylashgan Telmon 2 ni tegiz yo'liga girib turiblar. O'ng yoqqa Bolg'oni mana ko'rtasizlar, o'ng qo'lga ikkinchi ko'chamizga burilib, o'ng yoqdagi 1-2, ya'ni 4-chi o'ng yoqdagi ushbu uyimiz bo'lyapti. Chiqqanimizda katta yo'lda bo'yi Bolg'oni ikkinchi ko'chamiz bo'lyapti. O'zini ham 8 sotikimiz bitta joyda bo'lyapti. O'zini qaraganda o'ta son bog'larda $120,000 dan aytilgan nomerlarga cholib dag'i kamlarini so'rab olsangizlar bo'ladi. Uy so'rab yurgan va uyni niyat qilib yurgan do'stlarimizga, hammamizga ham shunaqa yaxshi lokatsiyalardan, yaxshi uylarni olib bitirib yashashni nasib qilsin. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar do'stlar.